bor yo'g'i 35 ming dollar evaziga shu orqamda turgan xonadonni egasi bo'lishingiz mumkin desam ishonasizlarmi aka? Umumiy 2 sotklik yer maydoniga joylashgan tayyor patkulch 3 xonali o'zini podvallariga ega mebel jihozlari bilan srochno sotiladi. Narxi 35 ming dollar. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida Birlik MFda joylashgan bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Katta yo'lgacha 100 metr chiqyapti. Eski kollej bormi? Shuni orqasida keng, fayzli, tinch mahalla ketma-ket kottejlar tushgan Tarsoviga joylashgan okalar. Ichkari tarafni ko'radigan bo'lsak, kirushga bitta mashina bemalol sig'adi. O'zini ziloniy zonasi, kattagina o'zini podvallariga ega. Umumiy sanuzolni ham ko'rishimiz mumkin. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Ichkari tarafni ko'radigan bo'lsak, kirush uzun xoll va xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, bolalar uchun yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'ryapsizlarmi? Har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yerda bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Polniy komplekt holatda mebel jihozlar bilan bitta umumiy sanuzor joylashgan bo'lsa, uni yonginasida bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi va eng oxirgi xonamiz ayollarimiz uchun kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Mebel texnika jihozlari bilan tayyor holatda. Narxi 35 ming dollar kelishiladigan joylari bor. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on Birlik MFda joylashgan bo'ldi. Pastda egalar nomerini qoldiraman. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.